Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz ko'pchikda qalay solib kerak, so'ni ko'rsatayım. O'ta o'ng'ay. Hozir boshlaymiz video. Birinchi mushting. Endi uni qalay yasab kerak? O'shanday ko'pchikda qalay yasab kerakligini ko'rsatayım. Qalay yasab kerak ekan. Mana high poly, mana low poly turi. Ikki yo'lda ko'rsatayım. Birinchi bizga plane kerak. Onu biz alamiz. Ürkütüp g'alaba uchun kichkina yeni bosib tartamiz. So'ng bitib select bosamiz. Shundan yerda select sharp edges bor. Sanjag'ini istaydigan zat. So'ng buni bosib biz nani bosamiz. So'ng ko'kni bosib tumenga qaray tartamiz. Bitta taqaymiz. So'ng M deb bosamizda by distance deb bosamiz. Bo'ldi. Buni kichkina ko'yib qo'yamiz. Kichkina nesini qo'ydik, distansiyasini qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bizga subdivision surface kerak. Uni 2 solamiz. So'ng biz close deb bosamiz. Salmog'ini azaytamiz. 0 2. So'ng bizga bunday pressure degan bor. Qismini azaytamiz. Qismni 4 ga solamiz. So'ng gravitatsiyasini olib tashlaymiz. Mana bo'ldi. Daim bo'ldi ko'pchik, o'ta o'ng'ay. Endi ana shade smooth deb bosamiz. Bundan beri bosib tashlaymiz. Apply deb bosamiz. Bosib tashlaymiz. S deb bosib kirgizib solamiz. Bo'ldi, ko'pchik daim bo'ldi. Bizga kichkina nesini subdivision surface kerak taqda. Uni 2 solib bo'ldi. Bosib bo'ldi. Endi qalay low poly turini solib bo'ladi? Az poligonda turin. Biz nani qo'yib qo'yik. O'chirib tasdik. Biz tapni bosamizda del solay subdivision deb bosamiz, bir raqamlargacha 7 solamiz. Kichkina azroq. Bo'ldi. So'ng yeni bosamiz. So'ng bitib bo'ldi. Endi select deb bosamizda, so'ng biz select sharp edges deb bosamiz. Mana endi del mana endi istaymiz. M deb bosib by distance deb bosamiz. Bizga subdivision kerak taqda. Bir sharit. O'tgan o'g'li az poligonda. So'ng close deb bosamiz. Mana endi berni istaymiz. 2 solamiz o'tganda. Samag'ini 2 solamiz. So'ng bizga qismini 4 ga qo'yamiz. Bo'ldi. So'ng biz smooth deb bosamiz. So'ng daim bo'ldi. Mana bu ko'pchik daim bo'ldi. Biz uni Apple deb bosamiz. Şimdi lazerin istiyoruz. Bitsin adimi ko'rinmaydi negizi. Biz qitirib bosamiz. So'ng biz bunlarda kichkina taqab ko'ramiz. Mana olib sizib chiqamiz. Taqan 4 joyini solay sizib chiqamiz. Yağında to'shi solay. Eng so'nggisini. Endi bizga nav kerak emas. O'rtasini kesib tashlaymiz. Simyani solay. Dissolve edge deb bosamiz. Endi biz o'rtasına bir tabir birlik kesemiz.
S'ті басып ішіне қарай кіргіземіз. Болды. Low poly көпчік дайын болды. Енді қарайық. Екінші мынаға high poly жасағанымыз, мынау low poly. Пиксель көп, мына пиксель аз. Аны ойынға қолдануға, аз полигонды ойындар, оптимизированный ойындарға барады. Ал осымен видеоны аяқтаймыз. Каналға тіркеліңдер, видео ұнаса. Лайктарны басып кетіңдер. Сендермен болған Алмас.